Bu videoni o'zbek tiliga befarq bo'lmagan har bir yurtdoshimiz ko'rishi shart. Fanlar akademiyasining o'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti olimlaridan iborat ishchi guruh xorijiy so'zlarning o'zbek tilidagi muqobilini taklif qilmoqda. Dastlabki jadvalda 30 ta yangi atama o'rin olgan. Ular orasida keshbekni hadya qaytim, karvingni meva bezakchiligi, selfie, o'z chekim, svetofor, yo'lchiroq, balansirovka, muvozanatlashtirish deya ishlatish takliflari ayniqsa jamoatchilik orasida jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Biz tilimiz uchun qilinayotgan har bir xayrli ishni qo'llab-quvvatlaymiz va hissa qo'shishga doim tayyormiz. Ammo yangi so'z qabul qilinayotganda bu so'z tilimizning fe'liga, xarakteriga qanchalik mos kelishi haqida chuqurroq o'ylab ko'rish kerak. Aynan shunday pishiq, puxta bo'lgan, muqobiliga o'zgartirishga ehtiyoj bo'lgan xorij so'zlariga munosib sof o'zbek tilidagi so'zlarni Telegram orqali bizga yuboring. Komissiya tekshirib ijobiy fikr bergan, eng yaxshi deb topilgan so'zlarni yuborgan ishtirokchilar qimmatbaho sovg'alar va moddiy mukofotlar bilan taqdirlanadi. Video yakuniga yetdi. Buni o'zbek tili himoyachilariga yuborib qo'ying.